O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi va Falcon Hunting Solution bilan hamkorlikda yo'rg'a to'laqni asrash markazi tomonidan ko'paytirilgan O'zbekiston qizil kitobiga kiritilgan qushlar, ya'ni yo'rg'a to'loq qushlarini joriy yilning 2-avgust kunidan boshlab ochiq yovvoyi tabiatga qo'yib yuborish tadbirlari davom etyapti. Hozirgi kunga qadar o'sha Navoiy viloyatining Uchquduq, Tomdi, Konimix, Nurota cho'l hududlariga 1200 dan ziyodroq qushlar qo'yib yuborildi hozirgacha. Bu tadbir yana davom etadi. Har yili kuz mavsumi va bahor mavsumlarida uchirish bo'ladi. Ya'ni har yilgi uchirish tadbirida 4000 dan 4500 donagacha bo'lgan ushbu yo'rg'a to'loq qushlarini ochiq tabiatga qo'yib yuborish ishlari olib borilmoqda. Ushbu yo'rg'a to'loq qush O'zbekiston qizil kitobiga kiritilgan va nafaqat qizil kitob, balki xalqaro setislar ro'yxatiga ham kiritilgan. Ushbu qushlarni ko'paytirish jarayoni bu ochiq tabiatda ushbu qushlarning populyatsiyasiga erishish, migratsion, ya'ni uchib keluvchi o'sha O'zbekistonga aprel-may oylarida uchib kelib, o'sha kuzni oktyabr, noyabr oylarida o'zi issiq o'lkalarga qarab uchib ketadi. Ya'ni ushbu qushlar ana shu pitomnikda qo'yib yuborilgan qushlar doimiy monitoring kuzatuvida olib borilib, o'sha bu issiq o'lkalarda uchib, yana aynan bu yilgi bahor mavsumida qaytib kelmoqda. Ya'ni ushbu hududda, Navoiy viloyatida hududida yo Buxoro yo Qoraqalpoq hududlarida tuxum qo'yib ko'payish jarayoni kuzatilgan.